Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan Doniyor Tashqandi. Darslarimizni boshlaymiz. Bu muhavara, ya'ni arab tilida gaplashishlik uchun qaratilgan eng birinchi darsimiz. Arab tili muhavarasida, ya'ni gaplashishda birinchi bilishimiz kerak bo'lgan qoida bu salomlashuv va at-ta'aruf deyiladi. At-ta'aruf. Ta'aruf ya'ni tanishuv degani. Tanishuv deganda nimani tushunamiz? Ya'ni kimnidir gaplashib tanishib chiqasiz. Любой tilda, rus tili bo'lsin, ingliz tili bo'lsin, birinchi navbatda tanishuv o'rganiladi. Ya'ni siz shu tilda muloqot qiluvchi bilan so'zlashmoqchimisiz, u bilan birinchi navbatda tanishib chiqasiz. Va arab tilida tanishuv at-ta'aruf deyiladi. At-ta'aruf, ya'ni tanishuv. Birinchi navbatda o'zbek tili kabi arab tilida ham so'zlashuv assalomu alaykumdan boshlanadi. Assalomu alaykum. O'zbek arab tilida assalomu alaykum emas, assalomu alaykum deb so'zni boshlaymiz. Ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, ikkinchi punktimiz bu kayfa haluka. Nima degan? Kayfa haluka ya'ni qalaysan degan o'zimizda. Kayfa haluka, qalaysan, holating qanday degan ma'nolarni anglatadi. Kayfa qanday degani. Haluka, hal, holing ka oxiriga qo'shilayotgan ka, sening holing qanday? Kayfa haluka. Javob qanday bo'ladi? Alhamdulillah bi khayrin. Alhamdulillah bi khayrin. Alhamdulillah bi khayr. Bi khayr nima degani? Yaxshi degani. O'zbek tilida ham oxiri baxayr bo'lsin deymiz. Baxayr ya'ni bi khayr so'zdan olingan. Baxayr ya'ni bi khayr. Tushunarlimi? Kayfa haluka? Alhamdulillah bi khayr. Hop, at-ta'arufni ikkinchi darajasiga o'tamiz. Kayfa haluka bi khayr. Qalaysan, yaxshiman degan javobni olganimizdan keyin keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapda u haqida ma'lumotlarni yig'ishni boshlaymiz. Ya'ni isming nima? Mening ismim falonchi, sening isming nima degan savollarni berishni boshlaymiz. Demak, isming nima deb savol berish uchun nima deymiz? Masmuka. Ma ismuka aslida, lekin bu yerda alif vasl bo'lib o'qilinmasdan o'tib ketadi. Masmuka yoki qiz bola bo'ladigan bo'lsa masmuki. O'g'il bolaga masmuka, qiz bola bo'ladigan bo'lsa masmuki deb murojaat qilar ekanmiz. Masmuka, isming nima? Eshitayotgan odam, ya'ni ismini aytayotgan inson qanday qilib javob beradi? Xo'p, mening ismim demoqchi bo'lsam, ismi, e'tibor beringlar. Masmuka sening isming, oxiriga ka qo'shilyapti. Lekin mening ismim demoqchi bo'lsam, mening ismim, ismim Doniyor. Ismi Doniyor. Ikkinchi qadamga o'tamiz. Bu yerda biz gaplashayotgan insonimiz qayerdan kelgan, qaysi shahardan ligini so'rashga harakat qilamiz. Xo'p, min dan degani, qayerdansan deganimizdagi dan qo'shimchasi min. Min ayna, ayna qayerda degani, min ayna qayerda. Sen anta, sen qayerdansan bo'ldi qo'shganimizda. Min ayna anta. Min ayna anta, sen qayerdansan. Min ayna anta. Savol bo'lyapti bu. Endi javobda nima bo'ladi? Anta bu sen, bilib oldik, o'zimiz uchun yangi so'zlarni yozib olamiz keyinchalik. Men ana. Nima ekan? Men ana. Yozilganda ana deb nedan keyin cho'ziq bor, lekin u cho'ziq o'qilinmaydi. Ana ismi. Ana min, men dan, qayerdanman? Ana min O'zbekiston. Men O'zbekistondanman. Ana min O'zbekiston. Men O'zbekistondanman. Endi senchi, sen qayerdansan deb so'ramoqchi bo'lsam, min va min, va'ni qo'shib qo'ysam bo'ladi. Va sen qayerdansan? Va min ayna anta. Va sen qayerdansan? Va min ayna anta. Va sen qayerdansan? Javob beradi suhbatdoshimiz. Ana min, misol uchun Qirg'iziston, men Qirg'izistondanman yoki ana min Misra, men Misrdanman. Ana min Saudiya, men Saudiyadanman degan javoblarni qiladi.
Sizlar bilan Doniyor Toshqondiy bo'ldi va keyingi darslarimizda muhovara darslarini yanada kuchaytirib boramiz. Bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan Doniyor Toshqondiy.